Katta dubulg'a musobaqalarining 23 karra g'olibasi, dunyoning sobiq birinchi raketkasi Serena Uilyams onalik borasidagi mulohazalarini bildirdi. Ma'lumki, Serena 2023-yilning avgustida ikkinchi marta ona bo'ldi. Tennischi va Aleksis Oganyan oilasida ikkinchi qizaloq dunyoga keldi. Unga Adira River deb ism qo'yishdi. Serenaning to'ng'ich qizchasining ismi esa Olimpiya. 7 yoshli va 1 yoshli bola meni nimadir qilib bag'rilariga bosadi. Karavotimiz katta, lekin men ulardan isitgich sifatida foydalanaman deb o'ylayman, deb yozadi Serena ijtimoiy tarmoqlarda. Ularni surib qo'yishga jur'atim yetmaydi. Shuning uchun indamay uxlayman. Serena Uilyams professional faoliyati davomida katta dubulg'a musobaqalarida 367 ta o'yinda g'olib bo'lgan. Bu esa ayollar tennisi uchun rekord sanaladi. Ayni kunlarda Serena onalik baxti zavqini totmoqda.